Jaloliddin Rumiyning masnaviylarida bir rivoyat keltiradi. Bir boy hajga boraman deb haj uchun 2000 tillo atadi. Shunga haj ibodatini qilib, ulug' joylarni ziyorat qilib kelaman dedi. Shu niyatda yurgan kunlardan birida o'g'li yig'lab kirib kelib qoldi. "Ha bolam, nimaga yig'lading?" "Qo'shnimizga kiruvdim, go'sht qovurib yeyishayotgan ekan. Yegim keluvdi, menga ol deyishmadi, berishmadi. Bizanikidan uncha-muncha non yeyishardi, lekin go'shtlardan yegim keldi, berishmadi." Boyda darg'azab bo'lib, "Qani yurchi?" Qo'shnisini eshigini tepib kirib, "Ha, go'sht yeb qoldinglarmi? Shu bolani qo'yni ketibdi go'shinglarga, uyda shuncha go'sht tursa ham, bir-birda berib qo'ysanglar nima bo'ladi? Men qo'y so'yib berardim sizlarga." "Qo'shnijon, 5 kun bo'ldi. Bolalarim bir-birda narsa totmashgan. Bolalarim qarasam ochlikdan o'zlaridan ketishyapti. Ko'chaga chiqib, yo Rabbim, bolalarimni endi rizqini qayerdan topdim desam, bir jarda harom o'lib yotgan molni ko'rdim. Allohim, menga va bolalarimga bu narsa halol. Bo'lmasa holimiz tang dedimda, o'sha harom o'lib yotgan molni go'shtini kesib olib kelib, qovurib bolalarimga yedirayotgandim. Menga va bolalarimga halol edi, lekin sizni bolangizga harom edi." Boy aytdi, "Eyvoh! Allohim, qo'shnim shu holatda-yu, men 2000 tillo bilan hajga ketyapman. Uyiga kirib 2000 tilloni oldida qo'shni bu yoqqa keling." Qo'shnini turg'izib qo'yib, atrofida qo'liga 2000 tilloni berib, "Labbayk Allohumma labbayk" tavof qila boshladi. Tavofi Baytul Xalil kori oson است. Tavofi Baytul Jalil kori mardon است. Ibrohim Xalilulloh qurgan Baytullohni, Ka'bani tavof qilish oson, puli bor odamlar borib tavof qilaveradi, imkoni borlar. Asl Allohning uyi mo'minning qalbi bo'ladi. Baytul Jalil, Jalil Alloh. Allohning baytini, uyini, mo'minning qalbini ziyorat qilib tavof qilish u mard odamni, saxiy odamni, iymoni mustahkam odamni ishidir deb shu so'zlarni aytib tavof qilaverdi. Haj vaqtim kelib hajga borishdi. Odamlar kelishdi. Qo'shnisini tavof qilganni, "Ya, siz qanday tez keldingiz bizdan? Sizni tavof qilayotganlaringizni, Arafotda ibodat qilayotganlaringizni ko'rdik, lekin yo'lda ko'rmadik. Bizdan oldinroq kelib qolibsiz. Hajiz muborak bo'lsin" deydi. Azizlar, ba'zilar 12 marta hajga borganman. "Ya, biz 17 marta bordik" deyshadi. Bu nima bu? Hisob qilib Allohga o'tkazishmi? Yo o'zini shunchalik zo'r deb bilishmi? Bir marta bor, puling bo'lsa boshqa odamni yuvar. Yo bir g'arib yetimga kori xayriga ishlat. Agar qalbingda Allohning uyini tavof etish bo'lsa, Allohning uyini, mo'minning qalbini tavof qilish Rumiy aytganlaridek har kimning qo'lidan ham kelavermaydi. Allohim hammamizni bir-birimizga mehrlik, oqibatlik, yon-verimizdagi qo'ni qo'shnilarimizga qo'limizdan kelgancha